O'rta, hozir bolalar chiqadi. Kompyuterga boramizmi? O'ynagani? Ish bilan tashlashamiz o'rta. 20 ming, 30 mingdan. Anaqa keng safar boraman o'rta, o'zlaring olib tur. Nimaga yur? Keng safar boraman o'rta. Yur o'rta, PlayStationga bolalar borayotgan ekan, biz ham boramiz, yur. Nech pul ekan? Shu 50 mingdan, lekin maza qilib o'ynaymiz, yur. O'rta, ozgina ishlarim bor edi, onam ham chaqiruvdilar. Keng safar boraman, borib tururlar, rapmi. Xafa faqat. Mayli, o'zing bilasan. O'rta, olaysan, yaxshimisan? O'rta. Nima chaqirdilar? Yugurib keldim uydan. Shu joyxonaga kira ochganmiz, o'shanga 150 mingdan tashlashamiz. 50 ming ovqatlanishga, shu qo'shilasan, borasanmi? O'rta, ozgina muammolar bor edi. Keng safardan qo'shilarman. Xafa bo'lmay turlaring. Boraman keng safar. Sen nima o'zi bunaqa chopar bo'lib ketyapsan, ishim bor deb qaqqadir ketib qolyapsan. Biz seni chin do'stimiz edik. Rostdan avashib qilib chopadigan olib qolibsan, o'rta. To'g'risini aytsam, sal hozir do'st bo'lsanlar-yu, chin do'stingman sanlarni. Chin do'st shunaqa bo'ladimi? Sallaga aytib yurdim o'rta, yo'llaringni uyalib qolmay deb. Men ham ishlayman darsdanki, o'sha borishga pulim yo'q yoki yeyishga nonim yo'q deydigan daraja bo'lib qoldi o'rta. Shuning uchun men har doim sallaga uyda ketaveryapman o'rta. Ati pulim bo'lsa men ham borardim. Shumshalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymati? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi?